Assalomu alaykum. Bizni yuz kanallarda kuzatadigan obunachilar, mana xudo xolasa sizlarga navbatdagi ishlarimizni taqdim etmoqdamiz. Bu ishimizni Andijon viloyati Asaka tumanida o'z og'asiga yetkazdik. Ko'rib turganlaridek, mana oppoq fasonda bo'ldi. Uni ish sifatlariga baho berib ko'rasizlar. Xudo xolasa o'ta go'zal holatda chiqdi. Bu ishimiz hamma yo'q oppoq fasonda bo'ldi. Dorixona, ko'cha tomon, ichkari chapga hammasi oppoq fasonda bo'ldi. Xudo xolasa sizlarga hozir to'liq obzorini qilib ko'rsatamiz. Mana shu joyda mana bu dorixamiz sepash afishkasi qolyapti. Mana bu yerlarni afishkasini qo'yib qo'ysak, shu bilan ishimiz tugaydi, o'zini holiga yetadi. İşimizni topshiramiz. Mana bu ko'cha tomonlar ham oppoq fasonda bo'lgan. Fonning hozirgi trenddagi oppoq fasonda qilib berdik. Bu mana shu ko'cha tomonimiz uzunasiga. Keyin mana dorixonamiz. Mana shu ko'rib turgan dorixonalar. Keyin mana ichkari chapkalar. Hammasini oppoq fasonda qilib berganmiz. Mana uzoqlarni ko'rsatamiz. Mana bu ichkari tomonlari. Bu yerdan oppoq fasonda qilib berganmiz. Mana bu sliflarni bo'lsa, chok starnodan o'zi qo'yilgan ekan. Qo'ymadik. Hozirgi kunda bir kvadraturniga fondi hamma rasxod ichida 140 ming so'mdan qilmoqdamiz. Siz faqat obed qilib berasiz, bo'ldi. Qolgan hamma narsasi o'zimizdan. Shurup, samarasi, lisasi, reykasi, usta haqqi hamma yo'g'i shu narx ichiga kiradi. Mana yonboshimizni to'ssak, bu yoqdan shu bilan ishimiz tugaydi. Jahongir aka, usta Jahongir aka boshlaydi. Shu obyektimizni tugatib, o'z nihoyasiga yetkazyapti. Xizmatlar bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar. Vodiy bo'ylab 140 ming so'mdan qilib bermoqdamiz. Hamma rasxod ichida. Siz musofirda bo'lsangiz, shunchaki bizga aloqaga chiqing. Telegram yoki WhatsAppdan yoki primo telefon qilsangiz, biz borib o'lchab, hisob-kitob qilib kelishib qolsangiz, sizning ham uyingizni shunaqa chiroyli qilib beramiz. Yo menga oppoq fason emas degan obunachilarga boshqa fasonlarimiz ham bor, kataloglar tashlaymiz. Yoqtirgan fasonini qilib beramiz, xudo xolasa chiroyli qilib. Hammaga rahmat. Kanalga obuna bo'lib, like bosib bizni qo'llab-quvvatlab tursanglar, biz xursand bo'lardik.